Kitob o'qish umrni uzaytiradi. Yale universiteti mutaxassislari qiziq bir tadqiqot o'tkazishibdi. Tadqiqotda 50 va undan katta yoshdagi 3600 nafardan ortiq respondent qatnashgan bo'lib, ular 12 yil davomida kuzatilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi kitob o'qish odati inson umrining davomiyligiga qanchalik ta'sir qilishini o'rganish bo'lgan. Mutaxassislar ishtirokchilardan haftasiga qancha vaqtini kitob mutolaasiga sarflashini so'ragan. Yig'ilgan javoblar esa salomatlik holati va umr davomiyligi bo'yicha olingan ma'lumotlar bilan solishtirilgan. Yakunda muntazam kitob o'qigan odamlar o'rtasida o'lim ko'rsatkichi o'qimaganlarga nisbatan taxminan 20% ga pastroq ekani aniqlangan. Qizig'i, mutolaaga ko'p emas, haftasiga atigi 3-3,5 soat sarflagan respondentlarda mana shunday ijobiy holat kuzatilgan. Maqolaga ko'ra, tadqiqotchilar gazeta yoki jurnal o'qish bilan bunday natija deyarli qayd etmaganini ta'kidlagan. Ya'ni foyda aynan kitob o'qishda yaqqolroq ko'ringan. Bu kitob mutolaasi miya faoliyatini kuchaytirishi mumkinligini ko'rsatadi. Tushuntirilishicha, kitob o'qiydiganlar odatda ruhan faol bo'lib qoladi. Bu qarish jarayonida miyani faollikda ushlab turishga yordam beradi. Albatta, tadqiqot ko'p kitob o'qisang uzoq umr ko'rasan degan xulosani bermaydi. Lekin bu kitob o'qish va uzoq umr ko'rish o'rtasidagi bog'liqlik yo'q degani emas. Masalan, xulosa natijalari yosh, jins, sog'lik, daromad kabi omillar inobatga olingandan keyin ham saqlanib qolgan. Ushbu yakuniy kuzatuv ham kitob o'qish hayot tarzining foydali elementlaridan biri ekanligini isbotlaydi. Soddaroq aytganda, o'qish miyani fikrlashga undaydi, stressni kamaytiradi va dunyo qarashni kengaytiradi. Bu esa uzoq umr ko'rish ehtimolini oshiruvchi omillar sifatida ko'riladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kuniga atigi yarim soat mutolaa ham uzoq umr ko'rish uchun katta sarmoya bo'lib xizmat qilishi mumkin. Chunki ushbu odat bilim va dunyo qarashni rivojlantiribgina qolmay, organizmni sog'lomroq, miyani esa faolroq ushlab turishga yordam beradi.